Xo'p, hammaga salom do'stlar, sizlardan Karol Pestar. Bugungi videomiz o'sha eski videomiz davomi. Davay ashkini olishga harakat qilamiz. Superstar o'ynash Superstarda. I make you feel like magic. I make you feel like magic. I make you feel like magic. Oy, Bristol. Ash jamoani bilasizlarmi? Men bilaman shuni. Ananda o'ynagandi shu. Neda klublar o'rtasidagi jahon chempionati bordi-ku, o'shanda men jamoa qatnashdi. Realdan to'g'ri kelmagan. Guruh bosqichida chiqdi. Oxirgi guruh bosqichida oxirgi qismi, ya'ni o'yin bo'ladi, oxirgida. Imkoniyati bo'lmay qolgan. Uchinchi o'yinda bo'lsa qolish mumkin. Yutqizgani uchun o'shanda chiqib ketgan. Endi gol olamiz. I make you feel like that, baby. I make you feel like that. Oy. Bolasizlar, futbolni o'ynash bilan birga inglizlardan bo'lgan masala bilan qaranglar, qo'shib ishlasizlar. Qo'shib qo'yib bunaqa qiladiganlar. Janim chiqqan paytda borki, qo'shib qo'ymayman-da. Masalan, bizga bitadi. Telefon bilan birga yo'q qilish mumkin. Voy. Getting Martinelli. Offside? Qanday offside? Bilat. Militao. Bu pas bo'lsa yo'q sakraydi. Qo'ymayman, shu Militao'ga bosib. Mana Kundeni. Bo'yi Militao'dan ancha uzun. Fernandes. Ay. Kechki harakat normal bor. Rodrigo bo'lsa tezroq yugurib o'tiradi. Mana zarbasi. Chap oyoq. Sizlarga Bruno Fernandes yoqadimi yoki Bernardo Silvami? Bruno Fernandesni bo'yi pas, zo'r o'yinchi, Fernandes yoqadi. Bernardo Silva bu. Bilasizlar, Marcus Thuram notasi Lilian Thuram. Urmoqchilar. Voy, qanday gol qilyapsan? Goli. Aferin safe'san. Rolik qaysi jamoani anglashtirsa, Marselniki. Menimcha, o'ylashimcha payshanba kuni Mbappeni podshamlar keladi. Kartasi keladi.
Mbappe va Gulerniki keladi. Oldinda El Clasico'da agar kim yutsa o'shani botish keladi. Reallik kesin bo'ladi. There will be 1 minute at a time. Yo! Fail! Nima qilganing bu? Qiyshiq teping, Nagli. Nagli qiyshiq tepish nima degani? İşte. To'pni oldim-ku. To'pni oldim-ku. To'p qanday odam bo'lsan? Qani, davay ko'ramiz. Oyog'iga chalib ketdi. To'p olindi. Qani nimaga? Futbol g'alati ish qilyapti. Zonal. Davay. Zonal yapamiz. Offside. Oldingi. Shuni o'yinchilar bilmaydi. Shu futbolda o'yinchilar bilmaydi. Mana shu offside'ga chiqarayotgandi. Güzel formasi qo'ydi. Men masalan o'zim bilaman offside'ga chiqishini. Shu offside'siz o'ynashdi. Martinez seni maqtab tursam, voy, yomon qotdi. Yomon qotdi. Futbol hali ham kamchiliklarni to'g'rilagan yo'qda. Yomon jahlim chiqib ketadi. Nega qanaqa pas beryapsan? Men qanaqa beryapman? Qanaqa bo'ladi? Qanday? Men boshqacha pas beraman, u ana boshqacha qiladi. Mana. Men to'g'ri beryapman-ku, men qiyshiq tepadi bu. Mana. Gala. Sizlar tashabbu. Balat. Fail olding için sıra yürümedi. Saliba buncha bo'yinga qara eshakdek bo'ying bo'ldi. Menlar o'ylay. Az düşü zarba berdim da bor-ku. Unaqa zarbani endi himoyachini bilan itash kerak ekan. Noto'g'ri mayli aytar. Joydan tarib olishgan. Robertga ozgina qoldi-ya, ozgina. Xo'p, mayli. Jigar Oltinbek videosini boshqacha qilib chiqaramiz. Davay sog' bo'ling.